Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchimiz Misronim Tor bekiti. Misronim. Assalomu alaykum Misronim Tor bekitimizning aziz ishtirokchilari, qadrli ko'ruvchilar. Diyorimizdagi ajr mehnat egalari bo'lgan tövbkarlarimizning sizlar bilan sirdosh bursiga qilib kelayotgan Sirdoshlar ko'zligi programmamizning yangi soni orqali sizlar bilan yana yuz ko'rish bursiga bo'lganligimdan intayin xursandman. Programmamiz yana yangicha mazmun bilan sizlarning huzuringizga sunildi. Yoqtirib ko'rgaysizlar. Qadrli turdashlar, biz 7-san Sirdoshlar ko'zligi programmamizda mehr muhabbatning o'tkir qalmi orqali kuylayotgan, o'ziga mujassamlagan universal bilimlar orqali Uyg'ur san'atimiz uchun zo'r to'k bilan qo'shib kelayotgan she'r sohasi, shundaqla rejissorlik xizmatida ko'zga ko'rinib, o'chmas izlarni qoldirib kelayotgan atoqli shoir, davlatlik 1-darajali rejissor Muxtor Bug'ra akamiz bilan suhbatlashmoqchimiz. Bu temadagi suhbatga qiziqsanglar, diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Assalomu alaykum Muxtor aka. Oldin bilan sizningga qimmatli vaqtingizni ajratib, programmamizga qatnashib berganingiz uchun Torguruppimizga barliq xodimlar nomidan chin ko'ngildan rahmat aytaman. Rahmat sizga. Undan oldin bilan tordoshlarimizga salomimiz yetkazib bergan bo'lsin. Bo'ldi. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Misronim To'rininki oshxona ko'rmallari. Men mush munosabat bilan sizlarga tuvallik bilan salom yo'llayman. Muxtor aka, oldi bilan siz atoqli shoir, yozuvchi bo'lib sifatingiz bilan Uyg'ur she'riyatimizningki bundan keyingi taraqqiyot yuzlanish to'g'risida turdoshlarimizga ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz. Uyg'ur she'riyati 1800-yildan boshlab mushu rus she'riyatiningki ta'siriga bevosita yo'liqqan. U ta'sir ta hozir saqlanib kelyapti. 80-yillardan boshlab Uyg'ur she'riyati sharq yoki Saddichin she'riyatiningki ta'siriga yo'liqdi. Biz hozir mushu 2010-yil mezgilida Yevropaninki ham Latin Amerikasiningki she'rlariga yo'liqib kelyapmiz. Yoki shu she'riyatning ta'siriga yo'liqib kelyapmiz. Mandaqchi qilib aytgan vaqtida biz boshqa ellarninki she'rlarininki ta'siriga yo'liqib kelyapmiz. Ammo bizning she'rlarimiz texe chegara halqig'i yo'q. Mandaqchi qilib aytgan vaqtida bu nusrat yoki bu qudrat pat yaqinda keladi deb o'ylayman. Chunki hozirgi mushu qo'shunimizda bir turkum yosh shoirlar yetishib chiqyapti. Bu mushu qudratli kuch mush pat yaqinda balkim o'z ta'sirini boshqa she'riyatlarga yuqtirdi deb o'ylayman. Sizningki tunji naqsh teksti derizani ichida degan naqshdan tortib ta hozirgacha nurg'ulg'an she'rlaringiz naqsh qilib o'qilib kelyapti. Unda bo'lsa Muxtor aka sizni so'rab baqsam, siz mushu she'rlaringizni naqshchilarniki havolasi bilan yezib berasiz yoki sizning she'rlaringizning ichidan naqshlar tanlab naqsh qilib aytamdi? Tunji she'rim ijodimdan chacharman nur degan she'r. Men 80-yillarda 15 yoshimda she'riyat sepiga kirib kelgan. Shundan beri mushu she'riyat ko'chisida avaraman. Shu 18 yoshimda derizangni ichivet degan bir qo'shiq simon bir she'rni yozdim. Shu chaqda bizningki atoqliq kompozitorimiz Ablaq Avamisdan Atishayarlik Naqsulumginingki ümek boshlig'i edi. Dağlı kompozitor. Bu bir o'quvchining she'ri ketdi deb bu she'rni qo'lga olgandan keyin shu chaqdagi naqshchilik o'qitdi. O'qitgandan keyin Shinjan xalq radio stansiyasidan buni lintaga ilib tarqatilgandan keyin bu naqsha men yoki kompozitor o'ylagandimi bek ta'sir qo'zg'adi. Keyin biz Atish sayrisi badiiy filmni ishlagan vaqtimizda
Bunu ataqlıq naqşçımız Abdullah Abdurim icra qıldı. Şunun bilan bu meydan çıkıp kaldı. Hem de bu derizanı ecivet degan şiirninki meningcha keng avamga tarqilishlik sabab mundaqmiki deb o'ylayman. Biz ilgari pishdim, ko'ydim, voy oshiq bo'ldim, taraqtiruq deb kelgan. Bu derizanı ecivetde azroq voqelik bor. Yüze 3 küpli, 4 küpli şiir olgan bilen azroq voqelik bor. Aşık bir ko'chaga kirdi. Məşuqninki deresinin oldida naqshi aytdi. Derizani ecivet seni shamal kirsin uyanga, seni yulduzda tamasha qilib deb naqshi aytgan vaqtida bu deresini ochmaydi məşuq. Ochmagandan keyin salpiyib öz deresini yeniga kelgan vaqtida u qiz shu o'g'ilning deresi atrofida aylanib yurgan. Mushu qisqagina bir voqelik meningcha mushu she'rninki azroq ta'sirini kengaytdi deb o'ylayman. Mana shundan boshlab men she'r bilan she'rni o'ng qo'limda tutsam, kuy she'rini men kuy she'ri deb atishimda ma'nim qistirib o'tkim bor. Naqsh teksti, naqshning so'zi yoki qo'shig'i deb elishni men ancha yoqtirib ketmayman. Chunki bu naqshi degan naqshning mazmuni tekst emas. Yoki bir so'z yoki gap emas. Meningki kuy she'ri deyishimdagi sabab naqsh teksti bilan shu bizda ko'nab qolgan naqsh teksti bilan she'rning yoki bo'lmasa kuy she'ri bilan she'rning ma'lum farqi bor. Chuqum kuy she'ri melodiyaga, muzikaga bekni yaqin, jipsilashgan bo'lishi kerak. She'rda biz qanchaki teran, cho'nqur mazmunni ifodalasak, biz kuy she'rda kishilar tomoshabin anglagan hamon tushunadigan yengil terminlarni, so'zlarni, qofiyalni shiltib kuy she'ri yozamiz. Ama şu noktadan elip aytgan vaqtida kuy she'ri bilan she'rning farqi bor. O'z navbatida ammo yaxshi she'r, ya'ni kuy she'r bo'la oladi. Bizning nurg'un klassik Navoiyning, Navbatining, Zalilning, bizning atoqli klassik shoirlarimizning dangli she'rlarimi dal kuy she'r bo'la olgan. Men hozirgacha o'z tuyg'umni öz qalamim bilan ifodalab kelyapman. Mandaqchilik paytida kuy she'r yozgan vaqtimda, men qo'limni qalam olgan vaqtimda men she'r yozaman yoki bo'lmasa kuy she'r yozaman deb o'zimga bir belgi yoki bo'lmasa bir nishon bekitib olmayman. Shu she'rninki taqozosi bu kuy she'rmi va yoki bu she'rmi shu belgilaydi. Mandaqchilik qilib aytgan vaqtida men hozirgacha naqshchilarninki talabi bo'yicha kuy she'r yozib boqqanim yo'q. Men hozirgacha kompozitorlar talab qilib qolsa men kuy she'r yozdim. Masalan, rahmatlik Hekim Hasan akamiz bir müzik işleyen hüküm şunun bir kuy she'r yozib bersangiz deb talab qildi. Qarasam melodiyadan, muzikaning xarakteridan elib aytgan vaqtida bir muallim ko'z oldimga keldi. Shuning bilan shu hozir hamda yoshlar orasida va yoki keng tomoshabinlar orasida anchimish targ'an muallim degan kuy she'rni Hekim Hasan akamizniki talabi bo'yicha men bu muallim degan she'rni yozib chiqdim. Bu muzika bilan jipsilashdi, ham nihoyat mos keldi. Shuning bilan naqshchimiz Abdullah Abdurim buni voyaga yetkazib urildi. Tomoshabinmi rozi bo'ldi.
Mandaqçılık aytқан vaqtida buni Abdullah Abdurahim talab qilmadi, kompozitor talab qildi. Men yezib chiqdim. Meningki hozirgi ahvolimdan qaragan vaqtida men oldi bilan she'r yozgan vaqtida she'r qarta muzika ro'yobga chiqsa, undan keyin avomga bek taraydi ekan degan bir yakun bor kallamda. Shunlashqa men hozirgacha hamda o'z qalbimning talabi bo'yicha yezib kelyapman. Muxtar aka, siz odatda shu she'rlar, yana naqsh tekstlardan boshqa yana nurg'unlagan televiziya teatrlarininki naqsh tekstlarini shundaqla sahnalarda o'rnilib kelayotgan laparlarning tekstlarini yozib kelyapsiz. Shu naqsh tekstlari shundaqla lapar tekstlar to'g'risida turdoshlarimizga ozroq bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Televiziya teatri bizga bir yangi shay. Mush 80-yillardan keyin Uyg'ur san'atida yoki jamiyatida mushu televiziya teatr ishlash bir to'lqini vujudga keldi. Dal shu chaqda bu kishini tunimsiz degan bir televiziya teatri vujudga keldi. Buni Tursunjon Litip ssenariysini yozdi, Qurbonjon Hayit buni rejissyorlik qildi. Bu kishini tunimsiz degan televiziya teatri mushu Uyg'ur teatrchiligining boshlanmasi deyishga bo'ldi. Shu chaqda Qurbonjon Hayit mushu televiziya teatriga bir naqsh yezib berishni o'tirib qo'ydi. Men buningga qo'shmoq degan mushu kuy she'rni yozdim. Keyin Hakim Hasan buning muzik ishildi. Mushu Adil Mijit, Muradil, Abdullah Abdurahim qatorliq bizning dаңlıq aktyorlarimiz rol olgan bu televiziya teatrida. Tunji qatim mushu bir g'albining mevasini tetidoq desak bo'ldi. Hammamiz hamkorlash orqali bu televiziya teatri vujudga chiqdi. Keyin olqishga erishdi. Shuning bilan Do'zax safar, qavrga to'kilgan yosh qatorliq nurg'un televiziya teatrlarga men kuy she'r yozib berdim. Bu keyin avomninki ancha-muncha yoqtirishga erishdi deb qarayman. Hamda laparga kelsak, lapar bizningki ajdodlarimiz o'rinlab kelgan nihoyatda yiqishliq san'at turining biri. Bu lapar biri naqshini talab qildi. Ikkinchisi usulni talab qildi. Uchinchi yaxshi o'rinlashni talab qilgan janr. Biz ilgari laparda shu naynayli qilib kelgan degan vaqtida shu bir-birisini qo'g'lishib ashunda harakatlarni ishlab kelgan. Hamda bizningki atoqli laparchilarimiz Dilnar Abdullah Asqarovlarninki talabi bo'yicha bir qism laparlarni vujudga chiqardik. Buningda mening tashabbusim xeyli zo'r bo'ldi. Men shu jarayonda Leyli Majnun, G'erib Sanam, G'uncham Nurum, Efendimninki Bir kuni, Parvoz, Tahir Zuhra qatorliq bizningki klassik oshiq mashhurlarimizni va shu asosda yangi kartinalarni vujudga chiqardik. Bu laparlar o'ynalgandan keyin biz mush sohada ancha-muncha izlanib o'tibdik-ku degan tuyg'u paydo bo'ldi. Shunlashqa mushu televiziya teatri naqsi va lapar ijodiyatida ancha-muncha izlanish istigimi bor. Undan Muxtar aka, siz shu davlatlik birinchi darajalik rejissor bo'lib chiqdingiz bilan hozirgi rejissyorlik xizmatingizniki jarayonda topgan jafoyingiz shundaqla qozongan natijalaringiz to'g'risida biroq turdoshlarimizga tushuncha bergan bo'lsangiz. Men televiziya stansiyasiga yetgandan keyin
izchil her qaysi çoğun filmlerini senaryosini yazdım. Nurgun badiiy filmlerinin veya Qurbayetlik, Ro'zayetlik, No'ruzlik badiiy filmlerinin, kechliklarninki senaryosini yazdım. Şu jarayonda tadrijiy men rejissyorlikka qiziqdim va mush yo'lga qadam bosdim. 1996 yılı muşu Sana Şöyen'ninki rejissyorlik sınıfıga Hanzu savaqdaşlar bilan 2 yıl bilim aşıyordum. Men faqat men Uyg'ur 98 yılı bitirdik. Bundan sonra vaqtida men mislning savaqdashim maktabda ishlayman. Muş mektebini bitirgandan keyin men rejissyorlik qadam qo'yib, mushu tunglikdan, tamning shishqidan o'rganib olgan ancha-muncha rejissyorlik taktikasini ancha-muncha ishlatishga boshladim. Shuning bilan Cho'lpalla sadosi, Cho'lpalla oilasi, Zarafshon sadosi, Gulbahor Hamid kechiligi, Zoir Burxon kechiligi, undan keyin mush mashrablar, san'at albomining alohida programmalarini har undan keyin ishlangan har yillik No'ruz va No'ruzga atalgan No'ruznamelarni xali qat'iy qilib suratga oldim va rejissyorlik qildim. Undan keyin mushu bizningki peshqadam rahbarimiz Timur Davomit akaninki tashabbusi o'rinlashtirishi bo'yicha Uyg'ur 12 muqomini suratga olishga kirishdik. Men o'yladim, Uyg'ur 12 muqomi amaliyotda bizni anglash san'ati. Biz mushuni ko'rish san'atiga qanday aylantiramiz deganni men xali o'ylandim. O'zimga savol qo'ydim, izlandim. Nurg'un diyorimizga to'g'riliklarni, yo'lg'unliklarni, Do'lan madaniyatini, Zarafshon madaniyatini, Udun madaniyatini, Qashqa madaniyatini, Shimol madaniyatini, G'o'ja madaniyatini tadqiq qilish orqali mushu menga taqsim qilingan eng oxirgi muqom Iroq muqomi bo'lgan Iroq muqomini atrofimizdagi bizning sarkardalar va menga yondashgan ijodkorlar bilan birga mushu Iroq muqomini maydonga keltirdik. Undan keyin yana Uyg'ur mashrablarini BDT'ga yo'llash tashabbus o'tirib qo'yildi. Bundan men 3 mashrabga rejissyorlik qildim. Atish Barovet mashrabi, Aqtu tog' mashrabi, Bo'rtala Bo'zqir mashrabi. Mush 3 mashrabni rejissyorlik qildim. Bu mashrabnimi shu 31 mashrab qatorida BDT'ga yo'llandi va yoki mushu jiddiy qutqizilgan moddiy madaniyat turiga kirgizilgan mushu Uyg'ur muqomlari yoki Uyg'ur mashrablarida ancha-muncha bo'lsa-mu o'z ajrim bor deb qarayman. Hamda rejissyorlik men bir sirtmoq deb o'ylayman. Sirtmoq har qitim odamni qiynab turdi. Yoki darga osaman deb turdi. Va yoki xuddi bizning davozlarimiz shu Po'lat ismida qil og'amchini mangandek sen cho'qinmush dar ustida minishing kerak deb talab qilib turdi. Bir xil burishni talab qildi. Biz mush sirtmoqdan qutulishni istaymiz. Ham mushu to'qinoq ichida yashaymiz. Undaq so'z aytgan vaqtida ijodiyat bosqichi mana shundaq qiyinchilik va bir xil visolning orasida
qiyinchilikni yengib men visoli qacha yetaman degan bir go'zal istak bilan yashab kelyapmiz. Mundaq so'zib aytgan vaqtida hozirgi she'riyat bilan rejissyorlik bir poyezning relisiga o'xshaydi. Hargiz bir-birini chetga qoqmaydi. Bu ikkisi chuqum relis bilan birga manga vaqtida meningcha bir manzilga yetalayman deb o'ylayman. Shunga meningki bundan keyingi nishonimda ham she'r, kuy she'r bo'lsin yoki rejissyorlik bo'lsin, buni men tashlab qo'ymayman. Alışınca yaqında haj safarini muvaffaqiyatli tamamlab kelibsiz. Undaq bo'lsa, shu haj safarida o'zingizga eng ta'sir qilgan ishlar to'g'risida turdoshlarimizga ozroq bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Hajda mush odam omil birinchi deb qaraydi ekan. Saudiya Arabistonda odam omil birinchi deb qaraydi ekan. Qanday degan vaqtda tunugilla bir eng qimmatli bir mashinani haydab chiqsa, Saudiyada haydab chiqsa, atsi jaqqidir urilib ketsa, tushibda har ikki shoför, har ikki taraf shukr alhamdulillah debla hergiz talash tartış qilmaydi mümkün ekan. Bu nim demekçi degan vaqtida ma bizda üstünne adamdan üstün ko'radigan bir xil talab bor. Biz hozir shu jamiyatimizda masalan mening bir mashinam bo'lsa, men u mashinani attigini surtib, uni balamni aymaymanki yoki uyni zinnatlamaymanki, shu mashinani surtib atgan, uni nima qilayotgan azroq bir yerga tegib ketsa yoki bo'lmasa shu o'z qarindoshlari bilan so'qishib ketadigan mana avvallo mavjud. Bizning ko'challarimizda har qadamda uchrab turdi. Ammo u yerda shukr alhamdulillah debla ketadi ekan. Uningdan keyin u yerda oldirash yo'q. Bir ishqa oldirab wuduqib ketmaydi ekan. Sabra degan bir hoji sabra deydi ekan bular. Hoji naga olsa azroq surkilib ketsa-mu sabra deb qo'ydi ekan. Andin shu 20 yil, 30 yil bo'lgan qurilishlar bor ekan, tex bitmayotgan. Ular ishni puxta qildi ekan. Sabrchanlik bilan qildi ekan. Sabrisi o'z qalbida ekan buninki. Nəhayət sabrchanlik puxta qiyg'achqa buninki shu sabrisiga yarasha Alloh taolo bir nusratni berdi ekan. Uningdan keyin hatto mush kasallar bilan birga berib qoldim hamda shu doktorxonalarga. Doktorlarni aldirab ketmaydi ekan. Bizga o'xshab aldirab o'qilmaydi ekan ular. Sabr bilan ish qildi ekan. Eng oxirida qiladigan sababini aldiramay qiladi ekan. Bizning mayada oldi bilan shu keyingi sababni yoki bo'lmasa doktorxona kirmaylar o'qilurishga aldiraymiz. Mana mushu taraf hamda ilgari nurg'un bizning yozuv shoirlarimiz sayohat xotirasi yozdi. Meningmi mushu haj safarda ustida ancha-muncha izlanayotman, ham bir kitob yozish uyi bor menda. Shu kitobda hamda balkim ko'proq ko'rgan bilgilarimni ifodalashim mumkin. Bugun mushu to'r oldida hamda shunchalik deb qo'yayman. Sizningki mush kunga kelib, shundaq shon-sharafga erishishingiz, natija qozonishingizni albatta oiladagi tarbiya, ota-onangizdagi tarbiyasini ayirib qarag'il bo'lmaydi. Undaq bo'lsa, Muxtar aka, sizningki mush oila, ota-onangiz to'g'risida ozroq bir tushunchaga ega bo'lgan bo'lsak. Men tug'ilgan oila ziyoli oilasi. Onam rahmeti nayt aqmul bo'lib, mushu biz oldi balın beqish jarayonida nayt ko'p
ajrsin degan japa chekkan ayol. Nayati yaşlı tükep gitti 49 yaşında. Men balının çoğu. Dadamı əgişipla dadamı vafat olup ketken. Ama dadam bolsa şu tüncü Türkümde Şiende okup gelgen injiner. Kan injineri. Muş sanayet injineri de muş Uygurlar arasında tüncü gittim injinerlik unvanını algan adam. Dadamnınki japası mı şu 6 balını bekiş jarayonida dadam mı 60 yıl japa çekip 6 gün rahat gömüge edem dep oylayma dadamni. Dadam mı japakeş adamdı. Anam hakkında anamның bir karakteri çukum nege basa kanda patıdaki anamның yançıkına bir bayandı, kengiriydi. Aşı meyil jigidi olsun, girdi olsun, ya çılan olsun, kempti olsun, aşı bir yançıkka salatı. Ama o yançıktın keyin çıkan vaxtıda naati kengirip çıktı bu nesimiz ballağa. Aşında hem de kolu uçuk ayaldı. Anam hakkıdım nurgun şiirli kasidelerni yazdım. Ama bugün şu tordaşlağa dadam hakkında yazgan bir parça şiirini okup belgim ki de atıdı. Şöyle okup bireyim. Rahmetlik ot. Dadam Halil Muhammed Şahkirim Buğraxan hatırısıga hürmet bilen bağışlayman. Sunup bergen bizge appak çeçini. Kümürkan astıdın rahmetlik dadam. Aylandırgan ak altınga uvak kümürne tamaki çiketti uram ve uram. Bağır yumuşak idi, kolları kattık. Ne sebepkin daim kapığı törük. Yerini çıngdap uyup mangan putları goya han bastığı urulgan törük. Dertlerden üstüveşi bolsumu muz kar. Ah pütkül cenapkı bir etti bahar. Cüt besip kesimi bu soğulanı tumurda süzük ot bimalal akar. Bağırdın bıkledi halal tan seher. Dadı dep erkelep çıktı sünnet toy. Tevekkül külüdü yuyunup yumuşak, bedeni yalkındek puraydı kuşboy. Bəxtdek yelincap turgaçkı dadam, aile yüzünü basmadı tonra. Botulak kandakmın kutangı köngey, yıraktın körünse süt çaşlık buğra. Dadam yaygan idi renklik ot ateş. Pekir busuğulağı ıhlas gilimi, halimıgan suvadendek igiz üsüşne bulalığan öz yurtunun bir hocu temi. Dadamның kolları puraydı savap. Tilim bulatı kalbi qoğundek. Cemaat, qerindaş, balları üçün iripli kitetti etir supundek. Pensiyaga baldır çıkardı ecep. Emdili işki düşken yürek utini. Su, ot, yıldızı, kan ter tamğızop, emmi öge ornatkan akıl tukini. Tırnaklar tatılap kurt acısa, onunla yar bolgan ömürlük çıdam. 5 xencer bir güher kaldırıp ketti, nevkiran aşiyan kadirdan dadam. Dadam tok enerjiya şirketinde işlegenlik için Janubi Şinjan tok enerjiya şirketinin baş direktörü oğa edem. Dadamның tələbi minimo muşu sanaat sahəsində tərbiyələş istiqbatı. Əfsus, mən dadamның ki bu ümidini aqlayanmay qaldım. Mən nay koçsa kirib qaldım. Mən daxşı bayıtqa vaxtında mən şiiriyet, naqşı müzik sahəsində olub qaldım. Dadam məni balık uşakçı dep ataydı. Bir ketim
dadam şu bir palakni tutup durup muş palakka bir kuşaklı kupak dedi. Şunu olan da nima qiliblar palak chivi yeydi uni da tayoq desam ha xili sen yomon emas bir qo'shoqchi bo'lib qolibsa degan mushu so'zlari hozircha esimda. Madaqshil aytgan vaqtida hamma bolaga ota-onaniki bir xil ajri udumi singib qoladi. Endi mushu sababdan men hozirgi men davrdosh ota-onalarga mandaq bir gapni degim keldi. U bo'lsa mushu hozirgi ota-onalar masalan yog'ochchi bo'lsa bolasini sen yog'ochchi bo'lmasan deydi. Shoir bo'lsa mush kuchiq sen kirim bolam bu shoirlik kuchi degan japoliq deydi. Yoki artist bo'lsa sen artist olma balam. Soğudigar olsa bu soğudigarlik kuchisi degan bek uzun balam sen herkes soğudigar bo'lib qolma deydi. Mening o'ylaydiganim uning o'xshamaydi. Chunki shu oilada, masalan shoir oilasida bala shu shoirlik muhitida cho'ng bo'ldi. So'digar oilasida bala chuqum shu so'digarga ixlos qilib, shu o'z ota-onasiga ixlos qilib cho'ng bo'ldi. Artist oilasida chuqum bir dapchi bo'lsa, shu ligenni, talangini dap qilib, shu dadasini yoki onasini doğruydu. Menimcha shu davomlashib berayotgan mush genni, mush yildizni biz boshqa ulab u yildizga boshqa bir mevani o'stamay shu yildizdan o'sgan mevani parvish qilsak degan umidda. Chunki hozirgi ota-onalarimiz o'zi yaratgan yoki o'zi echib bergan yo'lni to'sib o'tib, bolalarga qaytadan yo'l och degandek mushunda bir talabni qo'yadi. Meningki talabim bo'lsa bolaninki qiziqishiga hurmat qilsak, ham mushu o'z ota-onasini doğrab, o'milab cho'ng bo'lgan yoki temiz qilib menib cho'ng bo'lgan bolasini, ya'ni ish o'qitning mushu jamiyatning dishvorchiligiga kamrak yo'liqsa, mushu yo'lga boshlasak. Lekin zo'lab emas. O'z bolaning erkinligini qo'yib berish kerak. Qiziqishiga. Endi mandaqchi qilib aytsam, endi so'zim ziddiyatlikdek tuyuladi, amniyat unda emas. Masalan, dadam meni sanoat fanlariga va yoki iqtisod fanlariga zo'lig'im bilan men ijtimoiy tarafga menib qoldim. Lekin menda shu ginba hozir men shu savdo setiqqa resmiy qiziqaman. Nurg'un korxonchilarning hech bo'lmagan vaqtida marka ismlarini yoki bo'lmasa ismlarini qo'yib beraman yoki shuning maslahat beraman hozir. O'zimcha. Mandaqchi bo'lgan vaqtda shu gin, shu yildiz menda bo'lish kerak deb o'ylayman. Aka, hammamizga ma'lum, siz hozir mushu yiziqchilik ishlari bilan shug'ullanyapsiz. Naqshchilarimizning talablarini o'rindab beryapsiz. Shundaq yana tang qadamda yana rejissyorlik xizmat bilan shug'ullanyapsiz. Mushu jarayonlarda balkim oiladagi ishlarni o'rlashtirish jihatdan qiyinchilik yo'liqqan bo'lishingiz mumkin. Aldirashchilik ichida mushu oiladagi ishlarni farzandlaringiz bo'lgan tarbiya jihatdan qanday o'rlashtirsiz? Oilada bir turib men sal qattiq qo'ldada. Yana bir turib men mehribon dada. Bolalarım menda hali eymindi. Endi mandaqchilik aytgan vaqtida talabim sal qattiqroq bolalarga. Shunda bo'lganligi uchun bolalar hozir kichik, birisi to'liqsizda o'qiydi, birisi boshlang'ich maktabda o'qiydi. Hozir ularda texe bir nishon bekimidi.
men maning qiziqaman yoki aning nima qilaman deb. Ammo her kelsa hali yaxshi quvvatida maktabda. Mandaqchilik aytgan vaqtida ko'p vaqtimni oilaga beramadim deb o'ylayman. Lekin tuvenda o'tirgan ota-onalardan ko'p vaqtini o'sha oilaga berishni bekmi tashabbus qilaman, bekmi xohlayman. Ham o'zimmi shuning ichida imkon bor bolalarga ko'proq vaqtimizni ajratsak deb o'ylayman. Raka balkim siz ma'nogansiz, kishilarimiz arzida shu Muxtar Bug'ra akamiz vafot etib ketdi degan o'xshash o'sak so'zlar tarqab ketibdi. Siz hozir shu Misraning to'r bekitimizning ekran oldida turyapsiz. Mush fursatdan foydalanib turdoshlarimizga azroq bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Endi biz haqninki topmaydigan gapi yo'q dena. Masalan bizning azroq ko'z ko'ringanlarni o'zining yurtdoshi qilib olishga, o'zining saboqdoshi qilib olishga, hatto o'zining yostiqdoshi qilib olishga, ham mening shogirdimda yoki bo'lmasa, voy bu tunniga kelib so'ymaydi-ku deb shunda kamsitishga, mening qilib olishga bek xushtar haqmiz. Yani şunu olan billa nihayet öttürüşke mayır biz. Bizninki ataqlıqlarımızdan nurgun adamlarımızını öttürgen ama nurgun köp iş qilganlarni öttürüp kelgen. Belkim ya uçuruğa ega olmasligimiz mümkün ve ya ki to'g'ri bir yekinga ega olmasligimiz mumkin. Lekin mayli qandaqki bo'lmasin, bu gap chiqibdi endi. Bizning yosh ovoz artistimiz Qaysar Habibullohning vafot bo'lib ketibdi deb mendan so'rag'anlar bo'lgan. Men o'z yo'lida javob berib qo'ygan. Endi men shu 7-8 yilning oldida bir ig'ir kesellik asaretinden Allah'ın rahmetiyle kurtuldum. Onun dikin ançımınca yüzemnin hayatlığı için hayat ikenligim namayan kılış için ançımınca hareket kıldım. Yani şundaqtım o ben bazılarının nazarda vafat olgan bolsam şu o buktininki öz işi. Ama ölmeydiğen, vafat olmaydiğen bir insan yok. Bizni kaça ölümez, biz şu cihanga, şu alemge ötkinci mihman biz. Kaça ölümez o bir ahta alalı biliyordu. Şu Allah'ın ilikideki iş. Lekin ölüşünün aldıda biz qanchalik ish qilamiz, o'zimizga cho'ngroq savol qo'yganimiz yaxshi. Burun bir podshoh ekan. Bu o'ziga o'lmaslik to'g'risiz debdi. Shuning bilan butun mamlakatga o'lmaydigan dori tepish to'g'risida jakonoma e'lon qildi. Şunu olan nurgun izleniş arkalık jirak bir memlekette bir ölmeydiğen dar vaken diyen haber gipti. Hem şu darını nurgun mal mülk, altın cavarı, altın mervayet yakıtlar bilen bu ölmeydiğen darını ekipti. Ekkegen diken kulu gelip bir danışman vezirden soraptı. Men bu şu doğru yeymi, yemeymi deb so'ragandan danışman vezir debdi. Eng yaxshisi shohi olam, siz eng yaxshisi bu 3 ishni 3 mashrabga qatnashib siz uningki yang debdi. Birinchi mashrab o'z demakliklaringiz bilan
bir meşrep oynap bakın. İkinci ketem 30 yaşlık ve yaşlı bilen bir meşrep oynap bakın. Üçüncü ketem balılar bilen bir meşrep oynap bakın. Padişah rastı geldik. Öz demetlik bilen meşrep oynagan vaqtida yana şu törge başlaptı, yani şu şahane urunga iyi oldu öz demetlikning arasında. Yaşlar bilen oynagan vaqtida nahayet külki çak ubukta olup koptu padişah. Yoki bo'lmasa yaşlar onu ancha ko'z bilmabdi. O'smirlar bo'lsa uni podshohligini bilmay, bolalar bo'lsa uni ishak qilib o'ynabdi. Minib, soqollarini yulib, ishak qilib o'ynabdi. Shuni bilan podshoh aql tepib, o'lmaslik doğrusini yemaslikka qaror qildi. Chunki odam ölmese çokum işek, onun ömrü işek aylanıp kaldıqanlığını his qilibdi. Yoki texnik haddidan ziyoda uzun ömrü ko'rsa işek aylanıqanlığını his qilgandan keyin podshoh shu doğruni yemaslikni qaror qildi. Bu yerda da'vatgan bu cho'chakni nimani bilmaymiz degan vaqtida biz o'z qadrimizni zodi men kim? Men nima ish qilaman? Nega boraman? degan savolni ancha-muncha o'ylan degan cho'chak. Mana bu. Meningcha menmo ancha o'lmaydigan dorini izlayotganim yo'q. Menmo uzun umr ko'rma deb ulanmayman. Shunga bu cheklik hayotimda ancha-muncha izlansam, o'z davrdoshlarimga, o'z dematliklarimga ancha-muncha ish qilib bersam, andin bundan keyingilar ashundan ancha-muncha bir meg'iz deb qolsa ajab emas deb o'ylayman. Oxirida Muxtar aka, sizning bundan keyingi arzu armonlaringiz, nishoningizni bilib baqsaq bo'lamdi? Shu yangi yil mezgilida yana bir ijodiyat kechiligi uyushtiray deb shu ba'zi san'atkorlar bilan izlanayapmiz. Bobmo shu bizning az söylegan naqshchi Sanavar Tursun bilan hozir ko'proq hamkorlashyapmiz. Meningki kuy she'rlarimni ko'proq naqshi yezib o'zi ijro qilmoqchi bo'lib, hozircha bir 10-15 naqshiga muzik ishlab bo'ldi. Shu qaraqa vaqtida shu Sanavar bilan sal hamkorlashib qolgandikmiz. Bundan başqa yana bir 3-4 kitap tayyor bo'lib qoldi. Nashriyatdan ba qo'lamdan ba shu kitobni chiqarmoqchi, tomoshabinlarga sunmoqchi, o'qirmanlarga sunmoqchi. Ammo men hozir hamda yana bir ojizligimni deb qo'ygan ba. Men shu bugun to'r oldida turgan bilan, ammo shu hozirgacha men to'rga chiqib boqqanim yo'q. To'rni an tushunmayman. Men mandaq qilib aytgan vaqtda sal qatmalroq, masalan, elektronlik asboblarga ancha yaqinlik yo'lab boqmadim. O'sha to'r madaniyatiga ham ancha tushunmadim. Bundan keyin shu to'rdoshlar bilan ancha-muncha hamkorlash istagim bor. Unda bo'lsa, to'rdoshlarimizga qanday yurak so'zlaringiz bor? To'rdoshligi yurak so'zim nima desam bo'lar? Shu yerda to'rdoshlar degan bir she'rim bor, o'qib beraymi keyin shuni. To'rdoshlar. Yalang'ochlik, kavaklik, nozuklik, to'rbiti modullar kechkurus, jam bo'lib ingliz, yapon mayli rus, puxodin chiqadi yana ravrus. Jam bo'lish shodligi qadrdan azob, restoran sirtidan selingan qulub, yulendim choyxona busug'isiga homildor bekatning oshnasi bo'lib. Tuyuqsiz to'rdoshlar oppoq qarg'idek cho'qiydi qalbimning go'harlarini,
Qazayli Çümölü sultanlığının yuşurun selingan şehirlerini. Demekçi memnun şu tor sayesinde Mısra'nın toru arkalık sırdışıp, muğduşup, devirdaşlarını, yurttaşlarını, savakdaşlarını, tilekdaşlarını, nurgundaşlarını muşu torulanma bir çümül torudek bağlaş istigim ba. Sizlarga ko'p rahmat. Sizga rahmat Muxtar aka. Oxirida sizning qimmat vaqtingizni chiqarib programmada qatnashib berganingiz uchun to'rdoshlar nomidan chin ko'ngildan rahmat aytaman. Unda o'zbekiston keng ishlaringiz ham o'ng'ishli bo'lsin. Rahmat. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misronim tor bekdi. Misronim. U uyg'ondi. O'rnidan dast turdi. Umid asirg'inicha yumshoq lavlarda uning ko'zlariga so'yatdi. U shu hayajon bilan qaynoq hissiyoti orqali mehr muhabbatni, tabiatni go'zal diyorimizga go'ylamoqda. Qadrli ko'rman do'stlar, vaqt munosabati bilan bu qatimqi Muxtar Bug'ra akamiz bilan o'tkazgan ahamiyatli suhbatimiz mushada oxirlashdi. Oxirida Muxtar Bug'ra akamizning tiliga salomatlik tilaymiz. Bundan keyingi barcha ishlarning o'ngishli bo'lishini, shundaqla Uyg'ur san'atimiz uchun texnik ko'p kuch chiqarishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Qadrli yurtdoshlar, esinglarda bo'lsin. Sirdoshlar ko'zligi programmamizning kelarki sondagi rangdor mazmunlari davomli o'zini nag'izim olur. Xayr xo'sh, omon bo'linglar. Menimki şu hayatımda şu narsadan pek qo'rqayman cho'ma. Birinchisi mush ekran bilan mikrofonda pek qo'rqayman. Ikkinchisi mush matematika kitobida pek qo'rqib kelgan. Uchinchisi mush betuyuqla to'rga chiqib kelishdan pek qo'rqayman.